Bir farishta Allohdan gunoh qilib tavba qiladigan bormi? Tavba qilib oling, Xudo taolo gunohingizni kechaman deyapti deb nido qilar ekan. Yana bir farishta duolari bormi? So'raydigan hojati bormi? Hojatingizni so'rab oling, Xudo taolo ud'uni astajib lakum deyapti. Duo qilinglar, ijobat qilaman deyapti. Yana bir farishta nido qilar ekan. Xudodan rizqni so'raydiganlar bormi? Rizqni so'rab olsin. Qancha rizq kerak bo'lsa. Mana rizq beraman deyapti deganda uxlab yotsa-ya, unga qanaqa qilib rizq beradi? Namoz bomda 4 bo'ladigan bo'lsa, u 8 da tursa. Bu rizqni Alloh o'zi bir farishtani buyurib, bandalarimga ayting, e'lon qiling, mendan rizqni so'rab olsin desa, u vaqtda uxlab yotib turib 8 da turib, bugun ham ish yurishmayapti-ya. Bugun ham bozor kasal. Haqiqiy Xudo rizqni so'ragan degan vaqtda rizq so'ramas. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam aytgan ekanlarki, yer, shu biz yashab turgan yer 3 ta odamdan har kuni Xudo taologa dod deb nola qilar ekan. Hali aytadi, dastingdan dod deb. Yer ham 3 toifa insondan Allohga dod deydi ekan. Qarang. Zino qilib g'usl qilguvchidan dod deydi ekan. Zino qilib g'usl qilguvchidan Xudoga dod deydi ekan. Shuni iflos suv tepamga tushmasa ekan deb dod der ekan. Nohaqdan odam o'ldirib qon to'kkan odamdan nido qilar ekan. Nohaqdan bir mo'minni qonini to'kdi deb u ham yer ham dod der ekan. Uchinchisi, subhdan kun botguncha, kun chiqquncha, subhdan to kun chiqquncha uxlab yotganlardan ham Xudo taologa dod der ekan. Ey Parvardigor, bular g'aflatda yotibdi der ekan. Ya'ni namoz bomdodni o'qibla yotganga ham shuncha vaid bor ekan. Biz shunaqamizda salom beramizmi, tashlaymiz. O'shandan ham dod der ekan. Endi namozni bomdodni o'qimaganlarni qo'yavering. U 100 ta domlaga borib duo olganda ham endi rizqini Xudo taolo qiyib qo'yadi, keng qilmaydi-da. Shuning uchun agar Xudoni shunaqa ulug' mehribonligini bilganimizda, qarang, haligi zino qilgandan, odam o'ldirganda qatoriga o'sha subh vaqtida uxlaganda ham qo'shib qo'yibdi. O'shanman baravar ekan. Uni ham gunosi o'shanman baravar ekan. Shuning uchun payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam bir kun shunday xonadonlariga kirsalar, Oysha Siddiqa onamiz uxlab yotgan ekanlar. O'sha subh vaqtida, subh sodiq vaqtida uxlab yotgan ekanlar. Muborak oyoqlari bilan Oysha Siddiqa onamizni tepib, "Yo Oysha, Parvardigor rizq ulashadigan vaqtda siz uxlab qolmang. O'sha rizqdan siz mahrum bo'lmang" degan. Naumus subhati tamna'ur rizq degan.